Oramizda Habibni tanimagan odam bo'lmasa kerak. Bugungi kunda taxminan $100,000 pulingiz bo'lsa, Habib Instagram akkauntida reklama berishingiz mumkin ekan. Mabodo tanimagan odamga aytib ketaman, Habib Nurmagomedov sobiq UFC jangchisi hisoblanadi va 29 ta jang o'tkazib, 29 ta jangda g'alaba qozongan. Menimcha eng mashhur jangi Conor Makgregor bilan o'tkazilgan jangi bo'lsa kerak. Aytmoqchi bo'lganim nima? Habibni shaxsiy brendi shu darajada zo'r qurilganki, uni butun musulmon davlatlarda juda ham yaxshi ko'rishadi va karyerasini tugatganligiga qaramasdan muxlislari va uni yaxshi ko'radigan odamlar juda ham ko'p. Instagramda deyarli 40 millionga yaqin obunachisi bor, YouTube'da 1 milliondan oshiq obunachisi bor, Twitterda 2 milliondan oshiq obunachisi bor va shaxsiy brendi shu darajada zo'r qurilganligi va bugungi kungacha reputatsiyasini yo'qotmaganligi uchun haligacha dunyodagi eng katta tadbirlarga birinchi qatorlarda mehmon qilib chaqirishadi. Bugungi kundagi aktual bo'lgan kontraktlari Toyota bilan, Garilla energetikasi bilan va Reebok kompaniyasi bilan. Va bu kontraktlarni o'zidan ham juda ham yaxshi daromad qiladi. Va u UFC'dagi karyerasini tugatgani bilan ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatini tugatgani yo'q. Va bu orqali hozirgacha shaxsiy brendi va reputatsiyasini zo'r ushlab turibdi. Siz ham o'zingizning yo'nalishingizda shaxsiy brendingizni qurmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni tanitmoqchi bo'lsangiz, meni Instagramimda, YouTube'imda foydali videolar rosa ko'p. Obuna bo'lib ko'rib chiqishni tavsiya qilaman.